sog'lom insonni tanasi позвоночникda, umurtqa pog'onasi 30 yoshdan keyin problema boshlanadi. Ya'ni o'sha позвоночникda distrofik o'zgarishlar boshlanadi. Bizdan o'zbeklar olmaydi to'g'risi. Boshqa millat vakillari o'zini juda ham yaxshi ko'radi, hurmat qiladi. Sog'lig'ini birinchi o'ringa qo'yadi. Bizda ham endi boshlandi bu narsa. Oldin umuman qaralmasdi. Ayollar tim bo'ldi. Men birinchi mana o'zim 2002-yildan beri o'sha imенно faqat massajda faoliyat yuritib kelayotgan bo'lsam, asosiy baribir insonlar erkaklar yaxshi ko'radi o'zini. Sog'lig'iga birinchi o'rin erkak kishi qaraydi. Endi erkak kishining bo'yida mas'uliyati ham yuqori-ku. Endi ayollar masalan 3-4 yildan psixologiya rivojlanib, o'ziga e'tiborli bo'lib, sog'ligiga e'tiborli bo'lib qolishdi. O'shanda ham juda kam, juda redka. 10 kun podrяд men masalan o'sha lechebniy massaj olib yuraman, deydi sog'lig'imga qarayman deganlar kam. Oldin mana klinikada ishlayotgan vaqtimda patsientlar dardini eshita olamiz. Dilnoza deysa 10 ta, bir kurs lecheniya 10 tasi, yo'q yaxshilab qarang. Agar yana umurtqa pog'onamda qanaqadir problema bo'lsa, agar olishim kerak bo'lsa, yana 5 ta olaman deb. Ayollar unaqa emas. Endi zastoylarni ko'chirib, endi yengillashtirib beraman degan paytingizda shart uzishadi. Bolam, chaqam, uyim, erim, mablag'im deb topadi. Lekin sog'lig'iga ketkazilgan baribir investitsiya bu eng zo'r investitsiya deb bilaman. Inson birinchi o'rinda o'zini sog'lig'iga ayash kerak emas. 30 yoshimizdan keyin позвоночник baribir bezovta qiladi. Hammada bezovta qiladi. Hech bo'lmasa baribir spazmlar bo'ladi. Shuning uchun oldindan o'sha endi звоночек bo'lmasdan o'sha og'riq sezmasdan oldin kelsa, nur ustiga nur qiladi. O'ziga foyda u faqat.